Ayni paytda Andijon ko'chalarida sanoqli, Andijon ko'chalarida yurishga tayyor yangi avlod avtomobili Cherry Arizo 8 gibrid haqida to'liq gaplashamiz. Avtomobil ko'rib turganinglardek agressiv ko'rinishda. Shunaqangi agressiv ko'rinish bilan bu avtomobil sizga 347 ta ot kuchi bera oladi. 100 kilometrga bor yo'g'i 4 litr benzin rasxod qiladi. Elektr quvvatida ham harakatlanadi. Elektr quvvatida 200 kilometr, to'liq quvvat bilan 1400 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. Avtomobil agressiv ko'rinishiga yanada chiroy qo'shuvchi faralariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Xrom detallari juda ham jiddiy joylashtirilgan. Eng qiziq tarafi, bu avtomobil 1,5 litrli turbo motor bilan jihozlangan. 1,5 litrli motor bo'lishiga qaramasdan siz gaz bosganingizda 347 tagacha ot kuchi bera oladi. Eng qiziqarli tarafi 100 kilometrga bor yo'g'i 4 litr benzin rasxod qiladi. Elektr quvvati bilan ham bemalol 200 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. Benzin quvvati bilan, to'liq quvvat bilan bo'lsa 1400 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. 18 razmerdagi quyma diskalar bilan jihozlangan yo'llarda sizga juda ham qulaylik yaratadi. Razmeriga keladigan bo'lsa 235/45 ga R18. Salon interyeri siz o'ylagandan ancha premium ko'rinish beradi. Salon qismiga o'tirganingizda sizni multifunktsional rul kutib oladi. Bu tomonda ikkita monitor, bittasi sensor bilan boshqariladi, o'rtada bo'lsa informatsionniy tablo. Bu chekkada sidinalarimizni bemalol upravleniya qilishimiz uchun shunaqangi kruchoklar o'rnatilgan. Bemalol bu joydan sidinalarimizni boshqarsak bo'ladi. Pamyat sidina mavjud. Eng asosiysi o'rindiqlar isitadi, sovutadi. 4 faslga moslab bemalol harakatlanib yursanglar bo'ladi. Akustika sistemasiga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Sony brendidan salon qismida naq 10 ta kolonka joylashtirilgan. Undan tashqari orqa tarafda subwoofer ham bor. Tasavvur qiling, avtomobil sotib olasiz, subwoofer ichida tayyor bo'ladi. E'tiborimni tortgan jihati aynan shu richak bo'ldi. Bu eshikni ochish uchun richak. Qaranglar, juda ham klassik ko'rinishda ishlangan. Bu narsa ham juda ham bir boshqacha odamga kayfiyat beradi. Yana bitta qiziqarli tarafi, avtomobilda start stop yo'q. Salon qismiga o'tirasiz, to'g'rimizni bitta bosasiz, avtomobil o'zi zavat bo'ladi va salondan tushib eshigini yopganingizda yana o'zi avtomatik tarzda o'chadi. Yana bitta e'tibor tortadigan joyi, skorost richak yonida AV hamda AGV knopkalari bor. Bu narsa nima? AV knopkasini bosganingizda avtomobil to'liq elektr quvvatiga o'tadi. HEV knopkasida bo'lsa gibrid tizimiga o'tadi. Bu knopkani start stop deb o'ylamaysizlar. Bu narsa multimediani boshqaruvchi panel. Bu joydan multimediani o'chirib yoqamiz. Ovozini bu joydan qo'shsak bo'ladi. Mod deb yozib qo'ygan avtomobil rejimlari, orqa tarafda nastroyka, lokatsiya, bu joydan kameralarni ko'rsak bo'ladi. Yana bitta qiziqarli jihat, avtomobilda 360 kamera mavjud. 360 kamera sizga nima beradi? Juda ham tor kichkina joylarda krugovoy sizga atrofingizni ko'rsatib turgan bo'ladi. Avtomobilda u joydan olib chiqib ketishingiz juda ham oson bo'ladi. Bunaqa avtomobil qulayliklariga panorama qo'shmasa bo'lmaydi. Bu joyda ko'rsanglar bo'ladi. Panoramli lyuk kattagina. Orqasidan lyukni ochamiz. Avtomobil panoramasini ochgan vaqtimizda salon atmosferasi ancha o'zgaradi, sizga boshqacha kayfiyat beradi. Orqa tarafga o'tirganingizda o'zingizni biznes klass avtomobilda ketayotgandek his qilsangiz bo'ladi. Yetarlicha kenglik bor, o'rtada bar, bu joyda podstakanniklar. Xo'p, eng qizig'i sidinalarimizda abagrev mavjud. Buni ham skorostlarini boshqarsanglar bo'ladi. Yozuviga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Arizo yozuvlari alohida bu joyda tushirib ketilgan. Avtomobil orqa tarafi oldidanda agressiv LED liniyalariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Bu joydagi qizil polosalariga ham bitta e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Bunaqa sedan kuzov bo'lgandan keyin yukxonasi ham kichkina bo'lmaydi. Naq 455 litr. Bitta ko'ringlar yukxonasini. Bu narsa nima desanglar, o'zini elektr quvvatida yurish uchun original o'zini zaryadlovchisi komplektida bo'ladi. Bu narsasiz imkonsiz. Bu joyda kerakli bo'ladigan barcha qulayliklari mavjud. Bu balon teshilib qolgan vaqtda shu narsa balon ichiga sepiladi. Zapaska balon bunda bo'lmaydi. Shu narsa orqali balonni yamab favqulodda holatlardan bemalol chiqib ketsanglar bo'ladi. Agar sizga bu avtomobil haqidagi ma'lumotlar kamlik qilsa, bemalol Andijon shahar 80 metr yo'lida joylashgan avtosalonimizga tashrif buyurib, test drive'ga ham aynan shu modeldan Arizo 8 gibriddan qo'yib qo'yganmiz. Kelib bemalol haydab ko'rib, o'zingizlarga xulosa chiqarib, yetarlicha ma'lumot olsanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumot uchun tepadagi raqamlarga yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Xodimlarimiz to'liq batafsil ma'lumot beradi.